这个病人是我们的救命恩人是阿大夫啊，我们阿大夫给你为主啊，完善的一个手术。Qarasam bilgan yo'ldoshingiz bakan ham avvalingizda tavsiya etib berayam. Amaliyotda ma yurak to'shik bemorni odat bekjaq. Lekin ma hozir kichik bolalarni doktorxonaga borib, maktabga borib tekshirib, asosan aniqlashga ma kichik bolalarning asos to'shigini tez etib beramiz. Ma hozir ma cho'nglardan jiqcha bu yurak to'shigi avval. O'zingiz his qilmagan bilan, lekin yurak to'shigi avval jiq. Sizniki ma yurak mixning to'shigi misal cho'ngroq ekaniga, mana ko'z qo'ydim va operatsiyani burun. Siznikini mana yo'ldan sim kirgizib, mana assa kulib chiqib qoladi. Şuna kesip etkendim meydini küçükler kestikler. Bazı kim keysiniz bir yerden tatlık pek çıkmamaydı. Ansırmışsınız burada. Anladıkın operasyonu burada korkmadığınız zaman ameliyatta bu yürekten tövüşkün itiş operasyası ama yürek taşkı bölümden içinde abdisi bu. Hem yürek taşkı bölümden ama operasyasına hatır vadayımız mesela operasyonu burada sizin tolumda okuyorduk. Operasyonu burada imza koyuş bazı kişiler korkap gitken de ama adınız bilen dadınızın tolu aldı. Hazır operasyon yaxşı aslı kilişiniz. Şu an ansırmışsınız burada. Anladıkın operasyonu yani mesela yüreğini toktatmada okuyunuz. İkinci de tezgahı küçük. Hani üçüncüden ilk siz dedim o eğer bunda çoğun toşuk yapması kimgi yemek sağlığımız olmuş özünden tipitimiz yaptık. Sizdeki bana uzuncak toşukken. Bana uzuncak toşuyorsa özünden tip etkili olacak. Ne Pırlışı bulap kalmayı da sürekli ki. Onun asılıyorsanız mı olacak? Adı nazır hem de operasyondan ki 6. günden dikken 6. günde olganken ben kılsam bir yana sonraki ne kılımızda yürek ucu başı ağrımaydı. Sonra azrak ağrıdan sonra belki bir aygacha ağrış mümkün. Hem de sonrakine putumuz sınıp kesimi bu sonrakine tutuşunu bir vaqt geçadi. Anım qadkan ağrı asasan qo'yib birdi. Mesela sizniki hozir operatsiyadan keyin asasan 3-chi kun yag chub qildingizmi? U tiz hisoblanadi asli kelishyapti. Va cho'ng kesimgandikincha uni bek ansirib ketmisingiz bo'ldi. Keyin mesela yataqdan chiqqandan keyin biz ba'zi shunday deydigan qali to'liqlarga madorini ichib birimizda. Shu dorini yeb odatda Rishka g'ich ig'ir harakat qilmay yaxshi aramasangiz asasan cho'ng masala yo'q. Chunki bu operasyoni qilishdan maqsad qarang. Birisi sizning biroqlar bunda yaxshi olib unda nima qilmaysiz. Birinchidan, masalan bu operasyoni qilsangiz ba'zilarning keyin mana nafas qilgan avvalroq qolacak. O'pkani bismish oshni oldini olamiz birinchidan. Ikkinchidan, masalan sizning operasyoni burundan nafas qilgan beram bo'lgan ish pek yo'qda. Va sizga nisbatan ham ko'rinarli bir xil o'zgarish bo'lib ketmaydi. Shu altini saqlab qolasiz. Ba'zi bemorlar borcha, nafas qilgan mana avval operatsiya qilib qo'ygan ekan, nafas qilgan beram bo'lgan ish ko'rinarli yaxshilandi. Shu sizning hozir bir azroq og'riqni boshqa asosan boshqa yaramchilik aslında yo'q deyarlar. 是吧？挺好的啊，昨天复查的也是都是很好，好吧？啊，他明天出吗？还是出？这2天就可以安排出院了。啊，看到17。好吧，好吧。 Sizdan so'raydi qilib 181 99 88 77 34 nomerni undar qatib maslahat so'rasanglar bo'ldi.